Biz ko'rib chiqadigan oxirgi organik makromolekula nuklein kislotadir. Nuklein kislota bu organik makromolekula, ya'ni u minglab yoki yuz minglab kichikroq molekulalardan tashkil topgan katta organik birikma. Nuklein kislotalarning ikki turi mavjud. Dezoksiribonuklein kislotasi DNK, ribonuklein kislotasi RNK. E'tibor bering. Ikkita atama ham aslida nuklein kislota so'zlarini o'z ichiga oladi. Tirik organizmlarda DNK xromatinning asosiy komponenti bo'lib, u hujayra bo'linishidan oldin tanish xromosoma shakliga kondensatsiyalanadi. Xromosomalardagi DNK organizm genlarini tashkil etuvchi ma'lum bir tartibda tashkil etilgan. Genlar tirik organizmdagi har bir funksiya, xususiyat va faollik uchun yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Bu faoliyatlarda o'sish, ko'payish, ayniqsa irsiyat bo'ladi. Bu genlarni avlodlarga o'tkazish qobiliyatini anglatadi. Nuklein kislotaning boshqa turi RNK aminokislotalarni to'g'ri tartibda yig'ish orqali ma'lum oqsillarni yaratishda ajralmas ishtirok etadi. Oqsillar tirik organizmdagi barcha hujayra funksiyalari uchun javobgardir. Xo'sh, nuklein kislota nimadan iborat? Albatta, organik makromolekula sifatida nuklein kislotalar uglerod elementini o'z ichiga oladi. Oqsillar singari nuklein kislotalar ham vodorod, kislorod va azotni o'z ichiga oladi. Ammo nuklein kislotalar ham fosfor elementini o'z ichiga oladi. Xo'sh, nuklein kislotalarning tuzilishi qanday? Xo'sh, DNK ham, RNK ham nukleotidlar deb ataladigan monomerlardan iborat. Barcha nukleotidlar 3 ta birikmadan iborat. Birinchi, fosforni o'z ichiga olgan fosfat guruhi. Ikkinchi, 5 uglerodli shakar. Barcha 5 uglerodli shakarlarni pentoza deb atash mumkin. Buni eslab qolishning yaxshi usuli shundaki, pent 5 degan ma'noni anglatadi va oz qo'shimchasi shakar degan ma'noni anglatadi. RNKdagi o'ziga xos pentoza shakari riboza deb ataladi. DNKdagi pentoza shakarida RNKdagi ribozaga qaraganda bitta uglerod kam. Bu uning dezoksiriboza deb nomlanishiga olib keladi. Uchinchi, har doim azotni o'z ichiga olgan kuchsiz asos, azotli asos deb ataladi. DNKdagi nukleotidlar 4 ta muhim bo'lgan azotli asoslardan birini o'z ichiga oladi. Adenin, timin, sitozin, guanin. Bu asoslar odatda A, T, C, G deb qisqartiriladi. Xuddi shunday RNKdagi nukleotidlar ham 4 ta azotli asoslarni o'z ichiga oladi. Adenin, urasil, sitozin, guanin. Ular A, U, C, G deb qisqartiriladi. E'tibor bering. Ham DNK, ham RNKda adenin, sitozin va guanin mavjud. Lekin faqat DNKda timin, faqat RNKda urasil mavjud. Xo'sh, nukleotid monomerlari nuklein kislotalarga qanday birikadi? Xo'sh, bir nukleotiddagi fosfat guruhi boshqa nukleotiddagi pentoza shakari bilan bog'lanadi. Yig'ilgan nukleotidlar zanjiri nuklein kislota polimerini hosil qiladi. RNK va DNKning ikkalasi ham o'zgaruvchan shakar va fosfat guruhlariga ega bo'lsa-da, ularning umumiy tuzilishida farqlar mavjud. Masalan, RNKning bir zanjirli nuklein kislota, DNKda esa 2 zanjirli nuklein kislotadir. DNKdagi 2 zanjir bir zanjirdagi azotli asoslarni boshqa zanjirdagi azotli asoslarga bog'laydigan vodorod bog'lanishi orqali bog'langan. Xulosa qilib aytganda, nuklein kislotalar organik makromolekulalardir. Nuklein kislotaning 2 turi DNK va RNKdir. DNK va RNK irsiy ma'lumotlarni uzatish va hujayralarga oqsillarni qanday qilib to'g'ri qurishni o'rgatish uchun ishlatiladi. Nuklein kislotalar tarkibida uglerod, vodorod, kislorod, azot va fosfor mavjud. Nukleinlar DNK yoki RNK hosil qilish uchun bir-biriga bog'langan monomerlardir. Nukleotidlar 3 ta birikmadan iborat. Fosfat guruhi,
Pentoza deb ham ataladigan 5 uglerodli shakar, azotli asos. DNKdagi azotli asoslar adenin, timin, sitozin va guanindir. RNKdagi azotli asoslar adenin, urotsil, sitozin va guanindir. DNKdagi 5 uglerodli shakar dezoksiriboza, RNKdagi 5 uglerodli shakar esa riboza deb ataladi.